Mo'g'ilkon metallurgiya kombinatiga qarashli Sanoat temir yo'l transport boshqarmasining 3-temir yo'l sexida yashil makon umummilliy dasturi bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. Jumladan korxonamiz hududida 8 gektarga yaqin yer joylari o'zlashtirilib, bu joylarga manzarali hamda mevali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Bugungi kun holatida 800 dona mevali daraxtlar, olma, nok hamda 1325 dona izobilya navli behi ko'chatlari hamda manzarali archa ko'chatlari ekildi. Bundan tashqari korxonamiz hududida issiqxona ham mavjud bo'lib, 54 dona sitrus mevalar, ya'ni limon, mandarin hamda banan ko'chatlari yetishtirilyapti hamda bu korxonamiz ishchi xodimlariga tarqatiladi. Har bir ekilgan ko'chatlarni biz parvarishlash jarayonlarida ham sug'orish tizimlarini ham tomchilab sug'orish tizimlariga o'tkazilib, mehr bilan parvarishlaymiz. Shu maqsadda bugungi kunda shu darajada birinchi ekilgan mevalarimiz hosil berishni ham boshladi. Chunki biz ko'chat ekishdan oldin yer ishlarini kuz oyida boshlaganmiz. Unumli to'proqlar tashlanib, keyin ko'chatlar o'tkazilgan. Har yil aytganimdek 1000 tubdan oshqovoq, bodring, pomidor, bolg'ar qalampiri, qovun ko'chatlari, ko'chatlari ham alohida ekildi. Umidimiz katta, mana ko'rib keldilaringiz. Bu yil ham shu korxonamiz ishchi xodimlarini ehtiyojini qondirish, hosil bilan ta'minlash. Korxonamiz rahbarining tashabbuslari bilan shunaqa sitrus mevalarga o'zimiz ham qiziqib, har xil ekib ko'rganmiz. Limondan boshlaganmiz, mandarin, apelsingacha, hozir banan. Boya ko'rdilaringiz, 2 tub Ozarbayjondan keltirilgan FXVni ham yetishtiryapmiz. Bizda Sanoat temir yo'l transport boshqarmasida 3-temir yo'l sexi bo'lsa, undan tashqari 1-chi, 2-chi, 4-chi sexlari ham, slujbalar bor. O'shalarga ham gul ko'chatlarini ham yetkazib beramiz. Ko'lda ham ishchi xodimlarimiz o'zlarining tashabbusi bilan chiqishgan. 50 kilodan har xil 3 xildagi belamur, Tolstoy, keyin sazan baliqlarini tashlaganmiz. O'tgan yil hosillarni ham olganmiz. Bu yil ham yana tashlab qarayapmiz. Xodimlar uchun, hammasi ish xodimlarimiz uchun. Hozir yana yangilik qo'shimchasiga buni orqa tomonida yana baliq hovuz tayyorlayapmiz. Yana baliqlarni ko'paytirish maqsadida. Narmanov Dilshod Azamatович, Sanoat temir yo'l transport boshqarmasi 3-temir yo'l sex boshlig'i.